Parametrli tenglamalar sistemasiga taalluqli bo'lgan test m ning qanday qiymatlarida sistemaning yechimi koordinata tekisligining birinchi choragida joylashadi. Endi testni yechishga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz x bilan y ga m bilan alohida ifodalovchi hisoblanadi. Ya'ni x bilan y ni topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilaman? Pastdan tepani ayiraman. 2x dan x ayirsam x bo'ladi. Y dan minus y ayirsam 0 bo'ladi. 3m dan m ni ayirsam 2m bo'ladi. Minus 4 dan minus 1 ayirsam minus 3 chiqadi. X chiqdi. Endi x qiymat chiqqandan keyin y qiymatini topamiz. Uning uchun nima qilaman? Sistemaning birinchi qatorida x o'rniga 2m minus 3 olib borib qo'yaman. Ya'ni 2m minus 3 minus y teng m minus 1. Mana sistemaning birinchi qatoridagi x o'rniga olib borib qo'ydim. Bundan y topadigan bo'lsam, y bu yoqqa plus bo'lib, o'ng tarafga m minus 1 minus bo'lib o'tadi. Ya'ni 2m minus 3 minus m plus 1 bo'ladi. Ya'ni y teng bo'ladi m bitta minus 2. Demak, x'imiz chiqdi, bizda 2m minus 3, y'imiz chiqdi m minus 2. Endi koordinatalar sistemasining birinchi choragi, ya'ni y x bo'ladigan bo'lsa, birinchi chorak mana shu yerda. Mana shu oraliq, ya'ni joy birinchi chorak hisoblanadi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi choraklar. Mana birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi chorak, to'rtinchi chorak. Birinchi chorakda x ham musbat, y ham musbat. Demak, x ham katta 0, y ham katta 0 bo'lsa, o'shandagi m ning qiymatlarida x ham y ham katta 0 bo'ladigan m ning qiymatlarida sistemaning yechimi birinchi chorakda yotar ekan. Endi sistemani yechishni davom ettiramiz. Demak, x ham katta 0, y ham katta 0 bo'lsa, sistemaning yechimi birinchi chorakda yotadi. Shartni aniqladik. X bilan y ga m orqali ifodaladik. Endi x o'rniga 2m minus 3, y o'rniga m minus 2 ni qo'yamiz. Yoki x ham katta 0, y ni ham katta 0 qilib sistemani yechamiz. Ya'ni 2m minus 3 x o'rnida turibdi, katta 0 bo'lishi kerak. Y o'rnida m minus 2 turibdi, bu ham katta 0 bo'lishi kerak. Bundan m ni topsak, katta 1,5 bo'ladi, ya'ni 3 plus bo'lib o'tadi, 2 bo'lib o'tsa, m ni topsak katta 2 bo'ladi. Son o'qida, m son o'qida tasvirlaymiz buni. 2 dan katta m ning qiymati 1,5 dan ham katta. Ikkalasi kesishgan joy javob bo'ladi. Demak, m'imiz 2 dan katta bo'lsa, ya'ni 2 dan chekisgacha qiymat qabul qilganda sistemamizning yechimi birinchi chorakda bo'lar ekan. Buni oddiy 2 dan katta son 1,5 dan ham katta qilib bo'ladi deb turib, shuni yozib qo'ysak ham bo'lar edi. Demak, testimiz javobi m 2 dan chekisgacha. Berilgan testimiz javobi C. Bu test professional birinchi qismida olindi.